Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Shodlik ko'chasida birinchi etajdan 3 xonali kvartira so'ragan hurmatli mijozlarimiz uchun birinchi etajda joylashgan 3 xonali kvartiramiz sotiladi. Narx-navosi keladigan bo'lsa, 20 ming dollar narx aytilyapti. Albatta kelishiladigan holat bor. Sizlarga qisqachagina video obzorini qilib beramiz. Albatta bu joyda gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Sizlarga obzorni boshladik. Mana bu kirganimizda podest. Mana bu joyda kirmoshinaga barcha sharoitlar qilib qo'yishgan. Ro'parada dushovoy, ro'parada dush va bu joyda отдельный tualet. To'g'rida mana bitta xonamiz, bu joyda bitta xonamiz mavjud. Va bu tarafda oshxonamiz mavjud. Bu joyda oshxonamiz, o'tiradigan joyimiz mavjud. Eshikdan kirganimizda ro'parada bu joyda bitta mehmonxonamiz mavjud. Albatta hozirgi kunda bu joyni yotoqxona qilib qo'yishgan. Va bu joyda yana bitta xonamiz mavjud. Buni yurdik manziliga keladigan bo'lsak, yana bir bor eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Shodlik ko'chasida joylashgan, birinchi etajda joylashgan 3 xonali kvartiramiz. Albatta bu joyda gaz, suv, svetdan hech qanday muammo yo'q. Narx-navolari 20 ming dollar albatta kelishiladigan holati bor. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.